Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Bekmobil kanalimizda ashaddiy muxlislari va yangi tomosha qilib turganlar sizlarga hozir o'zimizda bor telefonlarimizni 1-fevraldagi ma'lumotlarni, narxlarini qisqacha qilib aytib o'tib ketamiz. Har bir telefonda alohida video obzorlari, rasm ma'lumotlar, batafsil ma'lumot Telegramdan olishingiz mumkin. Telegram kanalimizda video kommentariyasiga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Bemalol o'tib telefonlar bilan tanishishingiz mumkin. Xudo xolasa boshladik. Bir boshdan boshlayveramiz xudo xolasa endi. Bismillah. 41 modelimiz do'stlar. Yozgi kuni ixcham kuchli yaxshi telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. Atiga 800 ming so'mga qilib beramiz. Korobka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. A41 bu. Endi bir bosh ketaveramiz endi. Xo'p, kimga qaysi model qiziq bo'lsa, o'zimizni lichkamizga yozsanglar bo'laveradi. S21 da yevrosi do'stlar. S21 bundan buyog'i yozgi kuni ixcham kuchli yaxshi sifatli telefon qidirganlar uchun ikkita sim kartaligi hozir sotuvda mavjud. Buning narxini $190 qilib beramiz. Koreyskiy narxida ham emas hisobda. Xo'p, yana bitta kuchli modelimiz do'stlar, arzon narxlarda Honor 90 modelimiz do'stlar. Paytida $400 atrofida sotilgan telefon, 8256 talik korobka hujjatlari bor, bez imeka holatda. Telefoningiz chetga chiqib ketadiganlar oladigan bo'lsa, bu ham qulay narxda tushib qoladi. Telefoningiz narxini atigi 1.700 ming so'mga qilib beramiz. Buni hozirgi kunda internet magazinlarda ko'rdik, $230 gacha ko'rdik, lekin bizda $200 gacha sotilayotgan telefonda 1.700, ya'ni $140 ga olishingiz mumkin. Huawei ishqibozlar uchun do'stlar, mana shu telefon ham anchalar xizmat qiladigan telefon bo'lsa, Huawei Nova U61 modelimiz 4G variant, to'liq ravnli holatda, holatlari ham yaxshi holatda, ayb nuqsoni yo'q. Narxini atiga 800 ming so'mga qilib beramiz. 800 ming so'mlik telefonlarning ichida narxiga arziydigan telefonlarimizdan biri. Sababi Huawei brendi sal pastroq yuradi bizda, shunday hisobga kuchli telefon arzon narxda. iPhone 8 Plus olib kelganmiz do'stlar, gold svetda, to'liq ravnli holatda, ayb nuqsoni xudo xolasi yo'q. 87 ming shunaqa yo'ngisi 64 talik variantda. Holatlari ham zo'r holatda, yoqadigan holatda. Narxini 1.500 ming so'mga qilib beramiz. Boshqachalari ham bor, 1.300 dan boshlab xullas 1.400 har xil narxda bor telefonlarimiz. Keyingi olamiz Face ID'si yo'q iPhone 11 telefonimizni olib qo'yamiz. 78 180 talik variantda atigi 1.900 ming so'mga qilib beramiz. Faqat Face ID'si yo'q, buni balki o'rnatsa ham bo'lishi mumkin. 200 ming 300 ming so'm atrofida o'rnab berishadi. Prosta arzonroq so'rab qo'yganlar uchun tavsiya qilib qo'ydik. Xo'p, buni iCloudga tushgan telefonimiz, bu narxini 900 ming so'mga qilib beramiz. iPhone 11 bu ham. iPhone 11 75-64 talik variantda, bu narxini $180 ga qilib beramiz do'stlar. $180 ga ham iPhone 11imiz bor. 82-64 talik variantda do'stlar, atiga $200 ga qilib beramiz. Ravnli holatda, ayb nuqsoni xudo xolasi yo'q. 82-64 taligini $200 ga qilib beryapmiz. Xo'p, Redmi 10 telefonimiz do'stlar, korobka hujjatlari bor. 64 talik variantda, narxini atiga 700 ming so'mga arzonchi budjetli variantda telefon so'raganlar uchun tavsiya qilaveramiz. Xulosa yaxshi telefon. A90 holatlari zo'r holatda, A90 modelimiz bor do'stlar. 5G podesha qiladi. Ham kamera uchun, ham o'yin uchun, ham ishlatgani ham kuchli yaxshi telefonlardan bittasi hisoblanadi do'stlar. Narxi ham o'ta ham qulay narxlar bilan 1.450 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. 1.450 ga juda ham qulay narx. Anchadan beri kelmay qo'ygan Samsung Note 9 telefonimiz do'stlar, holatlari juda ham a'lo holatda. Xo'p, 6G talik variantda do'stlar, Note partiyaga qiziqqanlar uchun tavsiya qilamiz. Narxi ham o'ta ham qulay narxlar bilan buni ham 1.450 ming so'mga qilib beramiz. $130-150 gacha hozirgi kunda sotilayotgan telefon. Bunday aytganda qancha? $120 atrofida narx qo'yib beryapmiz sizlar uchun. 51 ishqibozlar uchun do'stlar, bir qo'llik A+ variantda desak, sal mundayroq bo'ladi. Lekin bunaqa holatdagisi anchadan beri kelmay qo'ydi. 6G talik variantda amaliy displey, ekranlari ham qulay, o'rnashlari ham o'ta ham qulay. 6G talik bo'lib ham keyin korobka hujjatlari bor. Ofitsial imekini o'tgan. Narxini 1.300 ming so'mga qilib beramiz. Hozirgi kunda sotilayotgan A16, A17 lardan kerak bo'lsa yaxshi telefon deb bilamiz buni. A35 modelimiz do'stlar, korobka hujjatlari bor, ravnoy holatda. 6G talik variantda do'stlar, buni ham arzon narxlar bilan atiga 1.350 ming so'mga qo'yib beramiz do'stlar. Narxiga arziydigan telefon. Sababi 5G podesha qiladi. Kuchli xarakteristikasi ham yaxshi. Bu narxida sotilayotgan telefonlar, bundan baland sotilayotgan telefonlardan ham 33 tavsiya qilamiz. Yaxshi telefon hisoblanadi. A52 paytida o'zini yangi chiqqan paytda $400 atrofida sotilgan telefon do'stlar. Korobka hujjatlari bor. 4G talik variantda ofitsial imekidan o'tgan. Ayb nuqsoni xudo xolasa garantiyalar bilan qilib beramiz. Bu narxini do'stlar 1.350 ga qilib beramiz buni ham. Arzonchi model ishqibozlar uchun tavsiya qilamiz. Redmi
9A modelimiz do'stlar. 32 tali variantda korobka hujjati ham adashmasam bor. Bu narxi atiga 350 ming so'mga qilib beramiz. Redmi Note 11R modelimiz do'stlar. Bu 5G va podдержка ham qiladi. Adashmasam korobka hujjati yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Buni narxini qilib beramiz atiga 850 ming so'mga qilib beramiz. Poco X3 Pro do'stlar, korobka hujjati ham bor, adashmasam 256 tali variantda 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, bir boshga ketaveramiz bo'lsam, Note 14larimiz do'stlar 1 million 500 ming so'mga qorasini qilib beramiz. So'rasizlar 256 tali variantda. Endi 1 million 650 ming so'mga bu ko'kini qilib beramiz. Korobka hujjatlari bor, holatlari radnoy holatda, ayni Sonio 256 tali variantda. Narxini farqi faqat holatida. Belgisi o'ta ham ideal holat, buni salliroq holatda. Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelimiz do'stlar. Ahcham kuchli telefonlardan hisoblanadi. Korobka hujjatlari bor, bez zaryadchi holatda. Narxini 195 dollarga qilib beramiz do'stlar. Xuddi shuni Note 14 Pro Plus 5G do'stlar. Bular suvdan changda maksimal darajada himoya bilan chiqqan. Note 15 Pro Plus 5G da ham ko'pchilik ishlatyapti, faqat bundan ko'ra kattaroq chiqqan uchun ko'pchilikka yoqmadi. Eng hadoyat telefonlardan biri hisoblanadi. Ati 240 dollarga qilib beramiz. Korobka hujjatlari bor, bez zaryadchi holatda. Yana bitta flagman telefonlarimiz do'stlar, Xiaomi 11 Ultra. Bu telefonni bilgan biladi, bilmaganlarga tavsiya qilamiz. 120 talik zoom'i bor buni. Yana plus tomonlama yaxshi fishkalardan bilan orqada ekrani bor buni. Videoga olib o'zida qanday olinyapti video ko'rish xususiyati ham bor. Xullas, telefon kuchli telefon, narxiga arzigan telefon. Hozirgi kunda sotilayotgan 14 Pro Plus, 15 Pro Pluslar rabochisi narxida desa bo'laveradi, lekin ulardan kuchli flagman telefon. Narxini 320 dollarga. Korobka hujjatlari bor, 8256 talik 11 Ultrasi bu, Xiaomi 11 Ultra. Xo'p, Xiaomi bu ham 13 Pro do'stlar. Ancha-muncha qatmagan netmedi, kameralar Leica hisoblanadi do'stlar. Qo'lga udobniy 10 net 4500 mAh batareyka. Adashmasam 8 yoki 12 operatorga 256 talik oltira. Korobka hujjatlari bor, ofitsialniy emekidan o'tgan va global variantda bu. China versiyasi ham hisobda mana shunaqa atrofda sotiladi. Global versiyasini sizlar uchun 350 dollarga qilib beramiz. Yana bitta kuchli telefon, o'ziga xos dizaynga ega. Huawei Pura 70 modelimiz do'stlar. Korobka hujjatlari bor, 12 ga 256 tali variantda. Telefonimiz holatlari o'ta ham a'lo holatda. Narxini atiga 350 dollarga qilib beramiz. Narxiga arzigan telefonlardan bittasi bu ham. Kamyob telefonlarda, masalan, zakaz kam kerak bo'lsa topolmaydigan telefonlardan bittasi. 14 Pro do'stlar, Redmi Note 14 Pro holatlari a'lo holatda, korobka hujjat zaryadchigacha bor. Telefonimiz narxini 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Bu 256 tali varianti. Endi yangidek holatda 500 ming 12 500 megabit yarim terabaytligi bor do'stlar. Bir qo'lli telefon, egasi ochgan odamdan olingan 310-320 dollar atrofida sotilgan telefon. Buni narxini atay 2600 ming so'mga qilib beramiz. 215 dollar atrofida bo'ladi. 12 500 megabit korobka hujjat hamma bor va yangidek holat bo'lsa. Note 14S bu ham kuchli telefon, yaxshi telefon chiqdi do'stlar, yangi modellardan hisoblanadi. Korobka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan garantiyalarni qilib beramiz. 8256 talik variantda. Telefonimizning narxini 1 million 650 ming so'mga qo'yib beramiz. Bundan buyog'iga ixcham va batareyasi yaxshi, kameralari cho'tka, qo'lga udobniy o'rnagan telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. Redmi Note 12S modelimiz do'stlar, ko'pchilikka ma'qul kelgan telefonlardan hisoblanadi. Narxini 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Hozirgi kunda trenddagi telefondan desak bo'laveradi do'stlar. Xo'p, Honor X9D modellarimiz do'stlar, holatlari o'ta ham a'lo holatda. A+ variantda desa bo'laveradi. Ozgina ishlangan korobka hujjat kabeligacha. Xullas, telefonni olasizlar, simkadan solasizlar, bo'ldi, ishlataverasizlar. Narxlarini bo'lsa do'stlar, atiga 270 dollardan beramiz. Buni yangisi hozirgi kunda 330-340 dollar atrofida sotilayotgan telefon. Yangidek holatda 270 dollar deyotganda 60-70 dollar arzon. Yangidek holatdagi yangisidan. Honor X8C modelimiz o'zi 8256 talik korobka hujjat zaryadchigacha bor, full holatda bu ham 256 talik variantda esa narxini qilib beramiz 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz. X7C ni ham olib kelib qo'yganmiz do'stlar, 256 talik variantda bu ham korobka hujjat adashmasam zaryadchiga ham xudo xolasa keladi. Narxini qilib beramiz do'stlar 1 million 450 ming so'mga qilib beramiz. 256 talik Honor X7C bu. Buni ham batareykalari yaxshi chiqqan. Yana bitta yangi modellardan hisoblangan do'stlar. Bu endi bel chiqdi, adashmasam 25 ta oxirlarida chiqdi. Xo'p,
Honor'dan bu ham X6'si o'ziga xos dizaynga, chiroyli dizaynga ega ekan. Bu bez emayga holatda, hozirgi holatda korobka hujjatlari bor. Yangidek holatda telefonimiz. Buni narxini qilib beramiz. Atigi 950 ming so'mga qilib beramiz. 8256 bez emaykaligi uchun 950 ming so'm do'stlar. Teknolar ham yaxshi telefon chiqaryapti hozirgi kunda do'stlar. Ayniqsa bu Pro versiyalari. 30 Pro 8256 talik yangidek ideal holatda, yangidek bo'lsa ideal holatda, egasi yoqingan holatda. Aynu sohib olsa o'ziga xos dizaynga ega do'stlar. Ishlatib ko'rsanglar, xudo xizmatlarni qiladi. Narxini 1,600 ming so'mga qilib beramiz. Tekno Camon 30 Pro'si do'stlar. Yana bitta kuchli flagman telefonlardan hisoblangan Mi 10T Pro'si bu. 4K 8K video olish xususida ega. Orqa kirishkasida chaqlangan joyi bor. Shuni hisobiga bunaqa ham birovni bilan tortib qo'yilgan. Asosiy telefonimiz Radno, ekranlari top-toza, korobka hujjatlari bor. Narxini ham o'ta ham qulay narxlar bilan 1,900 ming so'mga ko'ramiz. 1,900 ming so'mga masalan bunga yarasha, masalan buni narxidagi telefonlardan anchalar ustun telefon hisoblanadi. Xiaomi bu ham do'stlar 12 ta modelimiz do'stlar 8256 talik variantdagi korobka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan garantiyasini qilib beramiz. Oz-moz soyasi bor ekranda, shuni hisobiga, lekin ayni son hisoblanmaydi, qora fon bilan ishlasanglar bo'laveradi. Xo'p, narxini arzon narxlar bilan 1,900 ming so'mga qilib beramiz. Xuddi shunda korobka hujjatligi bor, endi o'zimizga ham balandroq kelgan 2,300 ming so'mga 8 ga 128 talik e'tibor berasizlar. Korobka hujjatlari bor, buni faqat nargisi arzonroq keldi, arzonroq qo'yib beryapmiz. Buni 2,300 ga qilib beramiz. Endi 11 talarimiz. Ham igrovoy, ham kamera uchun, ham ishlatgan yaxshi telefon, sifatli telefon qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. 1,750 ming so'mdan Xiaomi 11T do'stlar, holatlari a'lo holatda. 12 Note 12 Pro'si do'stlar, 8256 talik variantda do'stlar. Atiga 1,350 ming so'mga qo'yib beramiz do'stlar. Korobka hujjatlari ham bor. 256 talik variantda. Yaqin kunlarda ham 1,600 ga sotilayotgan telefon do'stlar. 13 Pro'larimiz do'stlar a'lo holatda. Xo'p, 512 talik bilan 256 talik qorasi juda ham a'lo holatda. Bunisi bittasi 128 talik variantda. 128 talikdan 1,650 ming so'mga, 256 talik qorasini 1,800 ming so'mga, 2 million so'mga 512 talik, 12 512 talik holatlar ideal holatda 13 Pro tavsiya qilamiz do'stlar. Bular ham ko'pchilikka ma'qul kelgan, xizmatini qilayotgan telefon. Sababi 3100 mAh batareyka, ancha-muncha qatmaydi, dizayni ham o'ta ham chiroyli. 040 telefonimiz do'stlar, 8256 talik variantda 040. Korobka hujjat adashmasam zaryadchigacha bor. Buni narxini ham 1,950 ming so'mga qo'yib beramiz do'stlar. Narxiga arziydigan. Bu Honor 9larga o'xshagan ancha-muncha sinmaydigan mustahkam telefonlardan hisoblanadi bu ham. Infinix'dan do'stlar, Infinix 30 Pro modelimiz, korobka hujjat, zaryadchi hamma yo'q bor, full holatda telefonimiz. Buni narxini qo'yamiz 1,850 ming so'mga qo'yib beramiz do'stlar. 2 million so'mgacha sotilayotgan telefon, narxiga arziydigan telefonlarimizdan bittasi bu ham. Samsung A16 modellarimiz do'stlar. Holatlari yaxshi holatda, ayni soni korobka hujjatli hammasi. 6,128 talik variantda do'stlar. Narxlari chiqadi 1,450 ming so'm, 1,500 ming so'm va 256 taligi bor, 1,900 ming so'mga chiqarib beramiz. 1,850 ming so'mga A34 5G modelimiz do'stlar. Holatlari a'lo holatda, korobka hujjatlari bor, radnoy va tana holatda bo'lsa. Bular holatga qarab sotilyapti. O'zi 1,5 million, 1,300 ga ham sotildi. Faqat o'tganingizga holatga qarab do'stlar. Yangi modellardan hisoblangan Samsung Galaxy A07 modelimiz do'stlar. 6 operatorli, e'tibor berasizlar, 6,8 talik variantda. A17 daqiqa hisobda ishlasanglar bo'laveradi, lekin undan ko'ra anchalar arzon narxda. Korobka hujjat o'zi oz yangi chiqqan model hisoblanadi, ozgina ishlangan ekan. Narxini 1,200 ming so'mga qilib beramiz. A17 endi do'stlar, 256 talik varianti. Buni yangisi 210-220 dollar atrofida sotilayotgan telefon. Yangidek holatda, korobka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Shuni hisobiga arzon narxda do'stlar. Atiga 2 million so'mga qo'yib beramiz. A17 5G endi do'stlar, bu 5G faqat O'zbekistonda chiqmagan ekan. Bu 5G chetdan kirganlari 5G podesha qiladi. 5G podesha qiladi. Telefonimiz 8256 variantda bo'lib ham narxini qilib beramiz. Atiga 2,300 ming so'mga qilib beramiz. 2,300 ming so'mga 5G podesha qiladigan yangi model, xudo xolasa yaxshi. Bo'lib ham
o'zgacha dizayn bilan chiqqan do'stlar. 8256 variantda A25 5G variantimiz kelgan do'stlar. Korobka hujjatlari bor. 26 bir yilga o'tgan yilgi telefon hisoblanadi bu do'stlar. Ayni nuqsonga garantiya bergan holatda buni narxini 1.850 ming so'mga beramiz. 1.800 ming so'm atrofida 6 ga sotyapmiz. Sizlar uchun 256 ringni olib kelib qo'ydik. A26 5G variantimiz do'stlar. Hozirgi kunda yangi telefon hisoblanadi va holatlari ham o'ta ham a'lo holatda. Narxini 2.100 ming so'mga qo'yib beramiz. A36 5G'larimiz ham bor bizda do'stlar. A36 5G 12 ga 256 variantdagi do'stlar. $240 yapib beramiz. $350 atrofida telefon hozir ishlangan. Ikkala sim kartasidan o'tgan 12 operativ, ya'ni ultra operativ hisoblanadi do'stlar. $240. Endi ozgina bitta joyda petnochalari bor, shilingan joylari bor, lekin asosiysi telefonimiz ravnli holatda. Bu ham 36 5G hisoblanadi do'stlar. Bu narxni atigi 2 million so'mga qo'yib beramiz do'stlar. Hozir buni yangisini $280 atrofida olishlar mumkin. Ozgina ishlangan do'stlar, bo'lib ham ravnli holatdagisini anchalar juda ham qulay narxda olsalar bo'ladi. A56 5G'larimiz ham do'stlar, yangi telefonlar anchalar oshib qoldi, narxlar ko'tarilib qoldi. Hozir mana shu 56 5G'lardan 256 ning $400 oshib qolasizlar yangisini. Ozroq ishlanganini $265 ga qo'yib beramiz do'stlar. 8256 variantda. Flagman telefonlarga o'tib adashmasam Note 10 Plus modelimiz do'stlar. 12 operativga 256 xotira to'liq ravnli holatda. Nomiga soyasi bor telefonimiz shuni hisobiga 1.900 ming so'mga beramiz. Plus variantda S10 Plus bu do'stlar. Ikkita sim karta qo'yib ishlasanglar bo'ladigan koreyskiy variantda, lekin ikkita sim karta qilib ishlasanglar bo'ladigan holatda. Narxini 1.900 ming so'mga beramiz buni ham. S10 5G'larimiz do'stlar, A+ varianti ham bor, samimroqlari ham bor. Asosiysi ravnli holatda uchalasi ham do'stlar, a'lo holatda. Gold bilan bitta qorasi juda ham a'lo holatda, ayni so'm dolasi yo'q. Bittasini 1.700 ming so'mga beramiz do'stlar. Qolgan ikkitasini 2.100 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. $170 dan hech oshiq bo'ladi, lekin narxiga arziydigan kuchli flagman telefonlardan hisoblanadi. 12 operativ 256 xotira qo'lga ixchamoniyat bir qo'lda bemalol boshqatishlar bo'laveradi do'stlar. Flagman telefonlar oilasiga mansub Note 10 telefonimiz do'stlar. Bo'lib ham ofitsial emekidan o'tgan bular. Bularimiz kompyuterda o'tgan, lekin bularimiz ofitsial o'tgan. Hech qanaqa ilova tanlanmaydi. Yozgi kuniga ixcham kuchli telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. Bo'lib ham keyin bunaqa ofitsial jismoniga o'tgani kamdan kam bo'ladi. Narxlarini do'stlar qorasini 1.750 ming so'mga, bergisini 1.550 ming so'mga beramiz. Samsung telefonlarining eng kuchli, eng ixcham telefonlardan hisoblangan Samsung S20 5G modeli do'stlar. 12 operativga 180 xotira telefonlarimiz to'liq ravnli holatda, bittasi yevro varianti, bittasi koreyskiy variantda. Lekin narxlarimiz bir xilda qilib do'stlar, atigi 2.100 ming so'mdan qo'yib beramiz. Holatlari a'lo holatdaligi uchun do'stlar. Kerak bo'lsa 1.700 ming so'mga ham sotdik, lekin aytib o'tganimizdek holatiga qarab do'stlar. S21 5G'larimiz do'stlar, 1 millionimiz 2 million so'mdan boshlab 2.200 ming so'mgacha S21 5G'larimiz har xil holatda bor, lekin asosiysi ravnli holatda, ekranlari top-toza. Hammasi emekidan o'tgan. Bular koreyskiy hisoblanadi. 2 million so'mdan xullas 2 million 200 ming so'mgacha ketdi. Plus yevro variantlari ham bor. Yevro variantda aytib o'tgan, narigisini 190 ga bittasi bor. Unisini $205 ga beramiz. S22'larimiz yana albatta keldi do'stlar. Green sveti koreyskiy variantda. Bu narxini $230 ga beramiz do'stlar. Bunisi yevro variantda, ikkita sim karta ofitsial tushadi, $270 ga beramiz. Holatlari a'lo, 256 variantda bu ham yevrosi ham ya'ni. Endi do'stlar yana bitta flagman telefonlardan hisoblangan S21 FE modelimiz do'stlar. S21 FE deyiladi. 6 ga 180 variantda, korobka hujjatlari yo'q, ikkita sim kartali do'stlar. Ikkita sim kartali buni kamdan kam bo'ladi. Koreyskisi ham shu narxdan balandroq yo'q, shu narx atrofida yuradi. Narxini atigi 2.200 ming so'mga beramiz. Buni S21 dan yaxshi tomoni batareykasi 4.5 ming bo'ladi, plus ikkita sim karta o'qiydi. S20 Plus'larimiz do'stlar, atigi $205 ga beramiz do'stlar. A'lo holatda, holatlari koreyskiy variantdagisi. Bunisini qilib beramiz do'stlar, $210 ga beramiz. Yevro ikkita sim karta tushadigan S21 Plus 5G'lar. S21'larimiz ham har xil holatda bor do'stlar. Bunisi koreyskiy do'stlar, $225 ga beramiz. 21 Plus bu. Xo'p, bunisi yevro variant.
do'stlar. Bu ham koreyskiy ekan do'stlar. Orqa kirishkasini o'zimiz alishtirib qo'ydik. Narxi juda ham qulay narxda. Atigi 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. 2 million so'mga S21 Plus. Bunisi ham S21 Plus, bunisi yevro variantda. Burchalik kichkinagina holchasi bor. Shuni hisobiga 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Ikkita sim kartalik S21 Plus bular. Nari ikkitasi koreyskiydi, oxirgisi ikkita sim kartalik. Zakazga ham kerak bo'lsa topilmaydigan Note 20 Ultra do'stlar. 8256 variantda, отраткасы 8ligini sababi bu yevro varianti. Ikkita sim karta aksiyalarni tushadi. Holatlari juda ham a'lo holatda va to'liq radnoy holatda. Note partiyaga qiziqqanlar uchun bo'lib ham o'zining rangidan. Xo'p, buni narxini $310 ga qilib beramiz do'stlar. $350 gacha hozirgi kunda sotilayotgan telefon. Koreyskisini ham 330-350 atrofida olishingiz mumkin. Ideal holatda ikkita sim kartani $310 ga qilib beramiz do'stlar. S21 Ultra do'stlar, bu ham ikkita sim kartali yevro, holatlari to'liq radnoy holatda, ayb nuqsoni xudo olasi yo'q. Faqat oldi kamerasida oz-moz xiraligi bor ekan, lekin bu ham strashniy emas. Kamera qo'yib yuborsanglar ham arzon narxda chiqib qoladi. Hozirgi narxim do'stlar, xuddi shunday holatdagisi sizlar uchun $255 ga S21 Ultra ikkita sim kartalikni qo'yib beramiz. S22 keldi do'stlar, 12 ga 512 talik yarim terabaytlik yevro variantda. Bu faqat bitta sim kartasi imkani o'tgan ekan. Asosiy radnoy holatda, ayni soxta dolasi yo'q. $380 ga. $385 ga 12 512 talik yarim terabaytlik S22 Ultra'ni qora svetini $385 ga bu ketdi. Buni yevrosini arzonligini sabab holatda oz-moz avodoylarda tishirilgan joylar bor. Endi 12 256 talik variantida $375 ga qo'yib beramiz S22 Ultra'ni. Hozirgi kunda $420 gacha sotilayotgan telefon. Bular ham qulay foydalanib qolsanglar bo'ladigan narxda bo'lsa. S24 do'stlar, o'zimiz ham xuddi shu telefonda ishlatamiz. O'ta ham ixcham, kompaktni va holatlari ham juda ham a'lo holatda telefonimiz do'stlar. Korobka hujjatlari bor, bo'lib ham 256 talik variantdagisi 1 yil servis garantiya aksiyaning imika bilan chiqqan do'stlar. Oppoqlar, holatlari a'lo holatdan S24 ixcham yozgi kuniga kuchli telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. Sababi men o'zim ishlataman xuddi shu telefondan. Batareykasiga ham maza qilasizlar. O'tolmasa batareykasi ham zo'r yetadi. Bo'lib ham 8256 taligi. Yangisining narxi kami $50-60 atrofida razlika qiladi 128 bilan 256 talik. Lekin buni narxini sizlar uchun do'stlar $485 ga qo'yib beramiz do'stlar. $500 dan kam sotilmaydigan telefon hozirgi kunda. Xo'p, bu yog'imiz iPhone'larga o'tdik. Bo'lmasa iPhone'larni bir boshga ketaveramiz. iPhone 8 Plus'larimiz do'stlar 750 ming so'mga sim karta o'qimaydigani bu faqat Wi-Fi da ishlaydi va 64 talik 256 talik 100 variantlari bor do'stlar. 1.550 ming so'mga va 1.300 ming so'mga ham bor iPhone 8 Plus'larimiz. Gold'ini aytib o'tdik, 1.500 ming so'm dedik. Bular holatiga qarab, o'sha 1 million xullas 750, 1.300 ming so'm va 1.500 ming so'm. iPhone XS'larimiz ham do'stlar. Serot kimga qanday holatdagisi qiziq bo'lsa, bemalol zakaz berishlar mumkin. Narxlari 1.650 ming so'mdan 1.900 ming so'mgacha chiqadi do'stlar. Goldlari 1.900 ming so'm hisoblanadi. Ularning holatlari ozgina o'ziga xosligi uchun 1.650 ming so'mdan boshlanadi. iPhone XS'lar bu. Aytib o'tgandek, har birini alohida rasm videosini Telegram orqali ko'rishlar mumkin. Video kommentariyasiga Telegram kanali qo'yib qo'yamiz. 84 yo'ngisi 64 talik to'liq radnoy holatda XS Max telefonimiz kelgan. Bu narxi $175 ga qilib 2 million 100 ming so'm atrofida bo'ladi. XS'larimiz ham faqat a'lo holatdagilari bor do'stlar. Ayb nuqson xudolasi yo'q. 86 64 taligini 86-64 taligini sizlar uchun qilib beramiz do'stlar. Holatlari ham juda ham a'lo holatda. 1.900 ming so'mga. Xo'p, 91-108 talik bunaqangi chiroyli svetdagisini qilib beramiz 2 million 100 ming so'mga. Xo'p, bunisi ham 82 mingga 64 talik variantda, holatlari a'lo holatda. Buni arzonroq olib qoling, sababi Face ID'si yo'q ekan, ishlatib olsanglar bo'laveradi. 150 ming so'm, 300 ming so'mgacha rasxod qilishlar mumkin. Narxini 1 million 650 ming so'mga qo'yib beramiz. iPhone 11'larimiz do'stlar, bular bilasizlar, hozirgi kunda restovar ham ko'payib ketdi. Bular lekin original hisoblanadi, restovar emas. Xo'p, 8164, 8264, 81 128 talik varianti. Uchalasining narxini $220 dan qo'yib beramiz. To'liq radnoy holatdagi.
endi refda bor deb ularni ham ko'rsatib o'tib ketaylik hozir. Mana kelganda bu ham original hisoblanadi, chunki yangi ochgandan keyin Yevropa rayoni 84 180 variantda. Bu o'zim yangidek holatdagi balandroq yo'ngisda sotib yana qaytarib olib qo'yganmiz. Narxini $245 qo'yib beramiz do'stlar. Narxiga arziydi, lekin narxi baland bo'lishi mumkin, lekin narxiga arziydi telefonimiz, sababi radnoy holatda. Endi bularimiz mana ref hisoblanadi do'stlar, Dubai versiya hisoblanadi. Hozirda bozorda to'lib ketdi bu versiyada. Bu qayta ishlangan, qayerdadir alishgan telefon. Qaysidir kamerasi, qaysidir batareykasi, qaysidir ekrani, xullas qayerda alishgan bilmaymiz, faqat yangidek holatda qo'ygan, korobka hujjatlari bor. Bular narxini $220 dan qo'yib beryapmiz do'stlar. 87, 88 variantda bular. Mana qorasi ham bor xuddi shuni. Bu ham xuddi shunaqa. 87 64 talik korobka hujjatlar $220 dan qo'yib beryapti. Holatlar lekin o'ta ham ideal holatda bo'ladi. iPhone 11 Pro'larimiz. 11 Pro'larimiz ham serob do'stlar. Atiga 2.600.000 so'mdan boshlab do'stlar $255 gacha ekan. $255 ga 86 radnoy holat 256 talik variantingizni qilib beramiz. Qolganlari 64 talik yo'ngislariga qarab 78 100 usulinisi ham bor, 77 har xil variantda. Narxlari 2600, ya'ni $215 dan boshlab $255 gacha iPhone 11 Pro'larimiz bo'lyapti. iPhone 12larimiz ham qulaylar narxda olib qo'yamiz do'stlar. Xo'p, 78 180 talik variantda $245 ga qilib beramiz do'stlar. $240 ga borganda qilib beramiz. Xo'p, 91 64 talikni ham $240 ga qilib beramiz. Endi 77 64 talik bor do'stlar, $230 ga qilib beramiz do'stlar. 74 77 64 talik variantda. Xuddi shuni korobka hujjatligi ham bor edi. Xo'p, bu ham hozir chiqib qoladi. Yana bitta bor edi. Xo'p, 12larimiz aytib ketaveraylik do'stlar. 240 ga bera olmadim. Buni ham 80 64 talik variantda. Bular ref emas do'stlar. Endi bunisini bilmadik-yo'qman, lekin holatlari a'lo holatda ekan. Radnoy holatda deb olganmiz. 94 180 variantda. Narxini $265 ga qo'yib beramiz do'stlar. Har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumotlarni Telegram orqali olishlar mumkin do'stlar. Bemalol zakaz bersanglar, xudo xolasa asosiysi borganda to'lov qilinglar ham bo'laveradi. Faqat zaklab tashlab berasizlar, qolgan to'lovni borgan paytda qilib berasizlar do'stlar. Ha, bu yoqda ekan mana yana bitta iPhone 12miz do'stlar, 76 180 variantda. Bu ham original radnoy holatda do'stlar. Ayni savdolarimiz va korobkalar ham o'ziniki do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Buni narxini qilib beramiz 200. Xo'p, bora $235 ga qilib beramiz do'stlar. Arzonroq keldi, arzonroq qo'yib beraylik. Xo'p, do'stlar, telefonlarimiz xudo xolasa serob, bemalol zakaz bersanglar, aytib o'tganimizdek, borganda to'lov qilsanglar ham bo'laveradi, faqat zaklab tashlab berasizlar. Endi har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumotlarini Telegram orqali muntazam ravishda ko'rib, kuzatib borsanglar bo'laveradi do'stlar. iPhone XS 87 256 talik variantda narxini 2 million so'mga qilib beramiz. 13 korpus bosilgan ekan bunga. iPhone 12 Pro'lar. 12 Pro'larga keldi. 70 180 talik variantda do'stlar, $245 ga qilib beramiz 12 Pro. 12 Pro'ni bunday aytganda yo'ngisi pastroq edi. Xoloslar alishtirib olsanglar arzon narxda tushib qoladi. Xo'p, endi 80 180 talik bunaqa chiroyli svetrni $290 ga qilib beramiz. 81 180 talik to'liq radnoy holatdagi do'stlar, $305 ga qo'yib beramiz do'stlar. iPhone 12 Pro'lar bu. iPhone 14 modelimiz bor sotuvda do'stlar. 85 180 talik holatlari a'lo holatda, ayb nuqsoni xudo xolasi yo'q. Narxini $385 ga qo'yib beramiz do'stlar. Endi xuddi shu narxda iPhone 13 Pro ham olsanglar bo'ladi bizda ekan do'stlar. 78 180 talik telefonimiz vakuum holatda, ochilib netmagan. Telefonimiz arzonligining sababi o'sha yerdagina ozgina g'ilofchilagan joyi bor. Shunigina hisobiga do'stlar, atiga $375 ga qo'yib beramiz do'stlar. 13 Pro vakuum garantiyalik $375 ga bo'ldi. Xo'p, 89 512 talik orqa kirishkasini o'zimiz orqa kirishkasi yaxshi sifatliga alishtirilgan ekan. Alishtirilgan holatda olganmiz do'stlar, lekin 89 yo'ngisida 512 talik garantiya baytligi do'stlar. Narxini qilib beramiz buni
$435 beramiz. Endi 90-180 variantingiz bor. Holatlari juda ham a'lo holatda. Buni ham narxini $435 qilib beramiz. Holatlari juda ham a'lo. Amerika region 90-180 variantda. iPhone 14 Pro ga keldi navbat do'stlar. Bunaqasi kam do'stlar. Za ikkita sim karta aksiyani tushadi. To'liq radnoy holatda 86, yo'ngsilari ham baland, xotirasi ham baland. 256 variantda 14 Pro ni qop qorasidan ikkita sim karta aksiyani tushadi. Ya'ni qidirganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. Narxini $555 ga qo'yib beramiz. 11 Pro Max'larimiz do'stlar. Xo'p, $210 ga 91 256 ni qo'yib beramiz. Buni arzonligini sabab Face ID'si yo'q. Shuni hisobiga 91 256 $210 ga ziyoniga beryapmiz do'stlar, anchalar ziyoniga. Xo'p, endi 83 256 radnoy holatdagisi bor. Bunigina mana shu yerdagina ozgina chizilib qo'ying mana. Burchagina bo'ldi. Boshqa ayb nuqson kamchiligi yo'q. Telefoningiz vakuum holatda, ochilmagan radnoy holatda. Buni narxini qilamiz $230 ga 11 Pro Max do'stlar. 11 Pro Max'da arzonroq so'raganlarga taklif qilamiz. iPhone 12 Max'larimiz ham sotuvda mavjud do'stlar. 84 180 ni do'stlar $365 ga beramiz. 84 ga 180 variant to'liq radnoy holatda olib qo'yadi. Endi 12 Max'ni ham yengil qulayroqdan olib qo'yamiz do'stlar. 78 256 varianti, bu ham radnoy holatda ekan. Ayb nuqsoni xo'p, hozir ko'rsatamiz. Tepada dog' bor, shuni hisobiga qora fonda ko'rinmaydi, mana bilasizlar. Qora fon qo'yib olsanglar hech narsa bilinmaydi. Dog' mana shu yerdagina bor mana. Buni katta emasligiga garantiya bergan holatda telefoningizning narxini ataga $235 ga qo'yib beramiz do'stlar. $235 ga iPhone 12 Pro Max telefonimiz do'stlar. 89 180 variantda, A+ variantda iPhone 13 Pro Max telefonimiz ham sotuvda mavjud do'stlar. Aksiyani emailga o'tgan. Buni narxini ataga $500 ga qo'yib beramiz. iPhone 12 Pro do'stlar 91 yo'ngisi 180 variantda, holatlari juda ham a'lo holatda. Ham sim karta, ham eSIM emailga o'tgan. Narxini $335 ga qo'yib beramiz. Endi do'stlar yangidek holatda desak bo'laveradigan, ataga 9 sikl bo'lgan iPhone 14 telefonni olib qo'yamiz do'stlar. $450 ga qo'yib beramiz. Ham sim kartasi, ham eSIMni emailga o'tgan, o'zining kabeligacha bor. Rossiyadan yangi ochgan ekan, kelib sotib ketdi. Aytganimizdek 9 siklga ataga $450 ga. Xo'p, 14 Pro Max telefonimiz sotuvda mavjud do'stlar. 82 256 korobka hujjatlargacha bor telefonimiz. Holatlari ham yaxshi holatda. Ayb nuqsoniga garantiya bergan holatda $620 ga qo'yib beramiz do'stlar. Xo'p, bu tomonda do'stlar yangi telefonlarimiz. Bularni endi arzonlik qilib ko'ramiz. Bu qator Telegramdan ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, endi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shulardan iborat do'stlar. Ozroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar do'stlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'laveradi. Chetda turib musofirdagi do'stlarimiz zakaz qilsanglar bo'laveradi. Kerak bo'lsa uylargacha dastlabki qilib pochta qilib berish, xudo xolasa bor pochtamiz bor do'stlar. Har bir telefonda rasmiy video ma'lumotlar aytib o'tganimizdek Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'lib qoladi. Sog' olasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like, kommentariy yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz.